Minecraft va bugungi videoda biz sizlar bilan cheklangan olamda yashash birinchi qismini olamiz. Ammo salkam 2-3 haftalar video chiqarmadim chunki menda motivatsiya tugadi. Chunki men 150 ta bo'lmoqchi edim, lekin hali ham 107 ta bo'lib qolamiz. Shuning uchun ham va men sizlarga bitta video taqdim etaman va sizlar menga 150 ta not berasizlar. Va bu videoda keyingi qismida, ya'ni xuddi shunga o'xshagan cheklangan dunyoda, cheklangan kartada ukam bilan qanday ro'za tutib bo'ladimki, o'shani sinab ko'ramiz va u uchun shu videoda 10 ta like qilish kerak. Davay, boshladik. Xullas, meni hozircha maqsadlarim o'zimga ko'ngil tushib, temirli funksiyalar qilib olish, keyin ikkinchisi maqsad bitta uy yasash. Uydan keyin balki qal'a, qo'rg'on qilamiz. Xullas, like bosinglar, obuna bo'linglar. Menga 150 ta obunachi kerak. Va buni shu boshlanayotgan haftani o'zida qo'yish kerak. Bo'lmaydi bo'lmasa. Вообще, shovqin bo'lyapti ozroq. Uncha baland emas-ku. Netlarda konkursiya bo'lgan baya. Qaydi? Qaydi-ya? Bu oddiy katta-ku deganlar diqqatiga. Obshi cheklangan dunyo. Bekqa hali men 300 ta bo'lgan paytimizda umuman ko'p kishi bilan jang qilmoqchi edim-ku, lekin 300 tagacha hali yetmay ekanmiz. Mana bu cheklangan dunyo, mana. Xullas, mana shu yerda. Har ehtimolga qarshi seningsan. Bo'lmaydi. Bittagina. Yotoq hal. Menimcha. To'xta qo'yibdi, lekin shunda uyatamasdi. Buning to'xta faktor jumlabi. Çünkü rengi yanıyor. Vay yoda hazırdan hal. Lekin men hali Toshkentga kuchayganim yo'q. Juda sekin ketadi kuchayish. Nasib qilsa ketadi. Xullas, kon topib olamiz, birondir. Xullas, keyingi video ukam bilan ro'za tutib ko'ramiz. Shunaqa videoda 3 kun. To'g'risi, bu karakterlar menga uncha yoqmaydi-ku, lekin video olishga arziydi. Birinchi qismda men hatto bitta uy qurmoqchiman. Temir narsalar aslahalarga yetolmasak, chunki kompon deyarli chiqmayapti-da behladan. Va shu joyda obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men kerak bo'lsa shu xullas 4-choraga yaqin bilasizlar. 4-chorani boshlashim uchun menga 200 ta obunachi kerak va yig'olamiz menimcha shuncha obunachini. Va men yaqinda xullas Hayit bayrami bilan Navro'z bitta kunda to'g'ri kelib qoldi-ku. Shuning uchun to'g'risi men o'sha kuni biron bir 2-3 kishi bilan ulab PvP qilmoqchiman. Bittalikda, ya'ni meni bir o'zimga kuchli aslahalarim bilan ular menga temirli aslaha bilan hujum qiladi.
qisqasi shunaqa sektor demaslar. Rasman o'zimga bo'ladigan nima desam bo'ladi. Tosh kavla oldim. Toshdan chunki biz kattaga uy quramiz. Yetmay qoldi. Shu ham muammo deydi. Xuddi shunaqa. Cheklangan olam mana. O'ta bo'lmaydi obshaxda. Cheklangan olam modani man o'zim shokis qilib chiqargan edim. Majburchi ovqat topib nisbatan chayish kerak. To'g'ri yotoq hal. Lekin yana ovqat kerak bo'ladi. Bu hozirgi meni maqsadim bironta tekisga joy topish. Yashaqqa qura olaman biroz. Tekischa yo'q o'xshaydi. Shavqin bo'lyapti bu yerda. O'zlariga eshitilyaptimi yo'q? Hamma o'yini uchun kerak bo'larkan. Xullas menga 200 so'mdan kerak. Olti so'radi. Oltitoyni balki yetmas. Balki yetar. Joni vaj. Ovqatdan vaj kam. Qanday bo'lmasa hozir biron bir ovqat topish tanishni kerak. Men toshbaqa bo'lib o'tmoqchiman. Cho'palashim kerakman. Mana. Ana janisidan taqaki. Mana 3 ta steak. Qanday bo'lsa kerak hozir. Sana mana kısa. To'g'risi allaqachon 9 minutdan yoki 10 minutdan bo'lgan. Xullas keyingi videoni yoqaman. Tekst topib olgandan keyin. Xullas bir qism tugan xayr. Like bosinglar.